Sho'xsanam, qo'ying supurgingizni. Sizgacha zo'r xabarim bor. Bilasizmi endi nima bo'pti? Sizga yoqadi bu. O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan yangi tanlov e'lon qilinibdi. Mahallam loyiham degan tanlov. Shuncha gaplashdik, g'oyalar, fikrlar yuritdik. Kecha o'ylaganlarimizmi? Kecha gaplashib o'tirgan gaplarimiz bor edi-ku. Fikr yuritdik, g'oyalar, loyihalar tuzdik. Endi buni amalga oshirish vaqti keldi. Demak, orzular amalga oshadi. Albatta va eng asosiysi bilasizmi nima? Eshitishim bo'yicha jarrah pullar bilan moliyalashtirar ekan. Bu loyihalar e'lon qilaveradi. Bizga o'xshagan mahallaning eng chekkasidagi qizlar qanday qilib qatnashamiz? Juda ham oson, bilasizmi nima? Raqamli mahalla platformasi haqida eshitganmisiz? Eshitganman, albatta. Hamma mahallalar u yerda yoritiladi. Kimda qancha ovoz borligi shunda namoyon bo'ladi. Mahallaning nomi, loyihasi. Qani ko'rsatingchi. Mana raqamli mahalla platformasi. Mana bu yerda loyihalar nomi, hududlari, qaysi mahalla va mana ovozlar va mana asosiysi kim qancha ovoz yig'gani haqida ma'lumotlar bor. To'xtang, ovoz berish yo'li bilan. Albatta. Mahalladagi hamma ishtirok etish kerak. Albatta. Bu yerda tanish, bilish degan narsa umuman yo'q. Eng zo'r loyiha g'olib bo'ladi. Ishtirok etmasak bo'lmaydi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaymiz. Albatta. Siz ham ishtirok eting. Loyihangizni namoyon qiling.